Akalar, Farg'ona mashina bozorida, ya'ni Nexia qatoriga kiryapmiz. Bu oppoq Nexia kimdan ekan? Aka, assalomu alaykum, charchamayapsizmi aka? Salom. Qancha bo'lyapti savdo aka? Shuni ayting aka. Sostenasi olovda yonib turibdi, realni yonib turibdi aka. Qanaqa ma'lumoti? 1.6 mi bu aka? 1.6. Qancha yurgan aka? Salom holatdan hech qancha yurmagan. 220 yurgan ekan. Men oluvchiman aka. Kim aka? Bu mashinani egasi kim? Hozir Aka, men qidirib yuribman aka. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Bunyod. 224 ming yurgan. Mana u ma'lumotini Yo, bo'ldi aka. Metanlari bor ekan. Yep. Pol holati juda ham chiroyli holati. Ya'ni bunaqa Nexialar pashti qolmagan hisobida. Chunki mashinani pol holati gapirib turadi. Bu ham sizlarmi aka? Kraskasi top toza. Kraska top toza, 4 tuyum shobalon qo'yilgan, 14 1.6 metallari bor. Ya'ni oladi, minadi. Pechatan ekan mashina. Pechat mashina, chexollari bo'lgan. Texnik umuman rasoti yo'q. Umuman rasoti tortishlari ham shu mashina zo'r, xudo xolasa. Xalq uchun aka, oxiri mazza qilib minishiga qancha berasiz? 400 not beramiz. O'tib berasiz. Nomeringizni ayting aka. 95lik 009 67 60. Gap yo'q akajon. Bozoringiz bersin. Ustida bergan Lora. Gap yo'q aka. Aka, bu 063 kimdan ekan? Assalomu alaykum aka. Charchamayapsizmi aka? Aka, assalomu alaykum. YouTube'ga qo'yib yuboraylik aka buni. Qo'ymaylik aka. Ketadi aka. Gap yo'q. Yo, sotdinglarmi? Gap yo'q aka. Bundan keyingi mashinamiz, akalar, bu pashti savdo bo'libdi. Aylanib yuribmizda. 851. Aka, bu Nexia kimdan? 851 sizdanmi? Assalomu alaykum, charchamayapsizmi aka? Yaxshimisiz? Sizdanmi bu aka? Bizdan. Ma'lumotlari qanaqa yili aka? 2009 aka. 1.6 mi? Kraska Sujit. 1.6. Xalq uchun aka qancha berasiz aka? 4 tuyum shobalon qo'yilgan, Lasetti rul, chol poliklar aka, ichkari qoraytirilgan. Ya'ni avshib kelgan materiallar tortilgan. Oldi orqa pechatan aka mashina. Gap yo'q aka. Xalq uchun mazza qilib minish uchun aka. Qancha berasiz? 400 qilib beramiz aka. Geni bor. Gap yo'q. Yeni bor, dokument любой tomonlama. Metani bor, 4 yumshoq baloni bor. Ko'rdim aka. Nomeringizni ayting. 94 044 0045. Gap yo'q akajon, bozoringiz bersin. Aka, bu mashina keyingisi 211 LB. Assalomu alaykum. Akajon, charchamayapsizmi aka? Ma'lumotini ayting aka. 4 tuyum shobalon qo'yilgan. Sizdanmi aka bu aka? 2013-90 yurgan toza. Ye. Salon holati bor-ku, bittada quchoqlab olay deyapti-yu, buni bitta ko'rsatmasangiz bo'lmaydi. Sizlarga kamera qanaqa yetkazyapti bilmadim, lekin ko'z bilan ko'rsanglar juda ham akkuratli mashina ekan. Akamizni o'zi ham akamiz juda akkuratli ekansiz aka. Xullas aka, betonlari bormi aka? Takaleni propan. Takaleni propanlari bor. Gulshitlar o'zgacha qilingan, gerb labovoy qo'yilgan. Tonirovka ruxsat bor aka. Dokument любой tomonlama bo'ladimi yo faqat oforming? 5-6 oyda o'tkazib olishaveradi. Gap yo'q aka. Xalq uchun oxiri mazza qilib minish uchun aka, siz olib duo qilish uchun qancha berasiz aka? 2,5 bermadi. Suyulmasi beramiz. Nomeringizni ayting aka. 50 777 44 47. Akajon, bozoringiz bersin. Akalar, juda ham istarali mashina ekan, ulgurib qolinglar. O'zimga yoqdi. Lekin realni o'zimga yoqdi. Kelib ko'rsanglar, bittada yoqadigan mashina, ulgurib qolinglar. Keyingi mashinamiz bu Nexia. Akajon, bozoringiz bersin. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi aka? YouTube'ga qo'yib yuboraylik aka. Ma'lumotini ayting, yili necha aka buni? Yo'q aka, salonni olmaydi aka, o'tiravering mana. 14 aka. 2014 salon holati, chiroyli holati. Yurgani qancha bo'ldi aka? 212 ming. 1.6 ekan, 4 tuyum shox balonlar qo'yilgan. Lux konditsioner ekan, ya'ni eng fulli, Nexia'ning eng fulli akalar. Kraska holatini aka qanaqa dedingiz buni? Oldi orqa pechatan samiglarni aka yopmasdan turing demoqchi edim, mayli. Video registratorlar, ya'ni zadniy kameralar bor ekan. Dokument aka любой tomonlama bo'ladimi aka? Xalq uchun oxiri qancha berasiz aka? Taqalganini aytavering aka. 3,5 aka. 3,5. Nomeringizni ayting aka. 93lik. Aha. 647 13 Akajon, bozoringiz bersin. Akalar, ulgurib qolinglar. Mana shu imminni Passat'da turgan Nexia'ni olamiz, 436 va EB 1.6. Assalomu alaykum aka, charchamayapsiz aka? Uzoqdan yonib turibdi aka. Qancha bo'ldi aka buni yurgani probegi? Probegi qancha edi? Bizdan so'rayapmiz aka. 284.
Gap yo'q. Sizdami bu? Assalomu alaykum. Salomat, qalaysiz? Charchamayapsiz? Buni 284. 1.6 ekan. 1.6. Yili nechi? 10. 10. Metanlari bor, ha? Bor. Kraska holati qanaqa? Kraska ola petnosi bor shunda joyida. Prostoy gidrolik ekan. Xalq uchun oxiri qanchaga berasiz? Maza qilamiz. 32 ga beraman. Nomeringizni ayting. Necha? O'taman aka. Endi o'taman. Akalar nomeri bu tomonda. Ya'ni bu mashina ham obzorga o'tib ketadi lekin. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Ayting aka nomerni. 97lik. Aha, assalomu alaykum. 629 21 21. Bu nomer shu mashinaga ham amal qiladi, ha? Yil nechi bu aka? 9 aka. 2009 bagajga qo'shib boring aka. 1.6 mashinamiz chiroyli holatda, 4 yumshoq balonlar qo'yilgan. Lekin kuzov holatda akalar dilli xira qiladigan, qirilgan, silgan joylari yo'q. Mana shu yerda jichcha kosmetika qilingan joyi bor ekan, mana. Arzimasi ham ko'rsatib o'tib ketyapman sizlar uchun. Zapaskalari o'rnida, pol holati juda ham chiroyli holatda akalar. Ya'ni oladi, minadi. Buni qani akamiz? Aka, buni taqalgani xalq uchun maza qilib, duo qilib minishi uchun qancha berasiz? 28 ga beraman. 28 ga. Hozirgi nomerga aka aloqaga chiqaramiz. Gap yo'q aka, bozoringiz bersin. Akalar ulgurib qolinglar. Tak. 146. Assalomu alaykum. Akalar, uzr bezovta qildim aka. YouTube ga video ketyapti aka. Yil nechi buni aka? 2015. 2015 akalar. Sons gibrid, ya'ni mashinamizni uslitrlari pechat. Ya'ni mashinamiz pechat holatda. Oqtirat olmasizlar. Metani bor, 4 yaxshi yumshoq balonlar qo'yilgan, gerblar qo'yilgan. Evakordan polik, chxol oladi, minadi. Yurgani qancha bo'ldi aka? 380 ming. Prostoy gidrolika. Kraska holati qanaqa aka? Shundan gapiring. Kraskalari bor aka, tomdan vaziyatlarda bor. Gap yo'q aka. Oldi orqa. Oldi pechat ekan. Orqa qanaqa aka? Pechatmi? Yaxshi aka. Buni aka xalq uchun qancha berasiz? Maza qilamiz shuning uchun oxiri taqalganini aytavering aka. Taqalgani 3400 ga beramiz aka, 3200 ga berganimiz yo'q. Suyudimi desa gaplashasiz aka. Nomeringizni ayting aka. 93 740 55 00. Akajon, bozoringiz bersin. Qora Nexia so'raganlar uchun 451. Akajon, ketmasdan turing endi. Assalomu alaykum, charchamayapsiz aka? Sotildi bu. Bu qanchaga sotildi aka? 2150 ga berdim. 2150 ga bitta obzor ko'rsak bo'ladimi? Akalar, Tikkoni pulga baraka bo'pti. 2150. Gap yo'q. Uni aka ma'lumotini aytsangiz aka sizga aloqaga chiqishadi. Bu 2100 ga baraka bo'ldimi bu? 2150 ga baraka bo'ldi. Narigi mokri. Shundoq kamerada ko'rsatib yuboring. 14 15% kraskasi bor. 1.6 lyuks 32 ga bermadi. Ha, texnik numarasi nomeringizni ayting. Faqat minisha 90lik 536 279. Dokument любой tomonlama. Dokumentdan keyin pul sanab berishaveradi. Gap yo'q akajon, bozoringiz bersin. Tog'a ma'lumotini ayting buni. Nimaga aka YouTube'da sotib yuboramiz-ya? Akalar, mashinalarning barakasi ham qolmadi. Hamma ketyapti hali obed bo'lmasdan oldin. Sizdan aka yo bittami? Kelaveringlar, ko'raveringlar. Birinchi YouTube'ga, keyin Instagramga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsiz? Mahmulat ham qopsiz? Ha, aka, uylangandan keyin shudek. Mayli. Aka, buni yili necha aka? 2004 bu. Assalomu alaykum, charchamayapsiz? 2004 salon holati yaxshi holatda. Akalar, chxol poliklari bor, oladi, minadi, 4 yumshoq balon qo'yilgan. Kraska holati endi erta-betta bo'ladi. Buni aka puli qanaqa? Puli aka maza qilib minib 2200 dan ozgina o'tib beramiz. Yil nechi buni aka? 2004. 2004. Dokument любой tomonlama aka. Boradi. Nomeringizni ayting bunga aka. 94lik. Aha. 182 1719. 1719. Bu lekin olovdek yonib turibdi. Ikkinchi Nexia 2miz. Bu 2013 ga jon. 2013 4 ta yaxshi yumshoq balonlar qo'yilgan. Buni salon holati hamsi boshqa tema. Chunki Nexia 2 o'zim minganman, o'zimga juda ham yoqadi bu mashina. 203 ming bosib o'tgan. Pioneer magnitofonlari bor do'stlar. Torpeda, avshifkalari zo'r holatda. Kuzov holatda ham qirilgan, chitilgan, dilli xira qiladigan joylari yo'q ekan. Zapaskalari o'rnida metanlari bor.
Dokument любой tomonlama aka bu. Bo'laveradi. Natarsa pul sanashaveradi ukajon. Buni aka xalq uchun mazza qilib minishi uchun. Sekinroq gapiraver. Gaping aka. 3400 ta beraman. 3400. Nomeringizni ayting aka. 91lik Aha. 676 0095. Gaping akajon, bozoringiz bersin. Akalar bu nima deyapti? Raketaman deyapti. Ya'ni Nexia'ni turbina qilinganda, ya'ni 1.6 turbinasidan topib qo'ydim. Ancha sarflangan, ancha pul tiqilgan. Hozir mashinani obzor davomida ko'rasizlar. 4 ta yaxshi yumshoq balon qo'yilgan. Gerb lobovoy, tonirovka ruxsatlari bor. Yili 2014. Malibu rullar qo'yilgan, tablo terilgan, akvaprint qilingan do'stlar. Evakordan polik, chixollar, ya'ni olasiz minasiz, eng qizig'i tomlarigacha qoraytirilgan. Ya'ni pulni ayamasdan tiqishgan. Bu mashinamizda propanlarigacha bor, yaxshi yumshoq balonlar qo'yilgan, kraska holati kapot bilan qanotda yengil bor ekan, ichiga o'tmagan. Любой ustilaga ko'rsatib tekshirtirib olasizlar. Mashinani umuman texnически расходi yo'q ekan. Aka, bu mashinamizni ko'rdim, sosteniyasi olov bo'lib turibdi aka. Obunachilar uchun uzoq yaqindan kuzatadi. Qanchaga beramiz aka? Obunachilaringiz uchun 5200 ga beramiz, maza qilsin. Gap yo'q aka, nomeringizni ayting. 90 777 99 71. Narigi Nexia ham sizdan aka, olovda yonib turibdi. Kamerani olib keling. Chistvi svetda yili 15 bo'lsa kerak aka buni. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlari akalar, buni qaranglar. Guli bilan turibdi. Ya'ni motor holati juda ham chiroyli holati, motor atseklari yaxshi, ya'ni akkumulyatorlar qo'yilgan, metanlari bor ekan do'stlar. Ya'ni kuzov tomonlama qirilgan, silgan joylari yo'q. 4 ta yaxshi yumshoq yangi balonlardan qo'yib qo'yishgan. Lasetti rullari bor ekan do'stlar. Uslitrlari ham bor ekan. Ya'ni evakordan polik, chixollar, monitorlar qo'yilgan. Ya'ni olasiz, minasiz, oshiqcha rasxod qilmaysiz. Obshipkalarga chiroyli qilib kojalar tortib qo'yishibdi. Sambuferlari bor. Ya'ni mashina bu ham sarflangan aka. Kraska holati aka, ikkita detaldan ichiga o'tmagan, yengil. Ustida aka buni xalq uchun maza qilib minish uchun. Aka, xalq maza qilsan 4300 ga berib yuboraman. Dokumentni любой tomonlama berasiz. Tomonlamaga beraman. Nomeringizni ayting aka. 90 406 20 10. Qachon bozoringiz berasiz?